Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima guruhisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. O 7-ci qism. Döşənbə ximiyalik davalash boshlandi. Lucy, anam və mən üçümüz okulxanaga birlik kirdik. Yo'lanchiklik rahat o'rindiqda okulning tushib bo'lishini saqlab o'ltirdik. Okul naq 4,5 soatda minib bo'ladi. Men yili mugdab, yili kitob o'qib, yili bir nuqtaga tikilib, angviqib o'ltirib vaqt o'tkazdim. Apam bilan Lucy yenimda o'ltiradi. Arlab bir ikki ig'iz gaplashib, ordagi jimjitlikni buzib o'ltirdik. Okulxondagi kishilarning salomatlik ahvoli har xil edi. Ba'zilari taqirbash, ba'zilarining chechi ratlik taralgan, ba'zilari mukchaygan, ba'zilarining hayotiy kuchi urg'ib turadi. Ba'zilarining usti-beshi qalaymaqon bo'lsa, yana ba'zilar ratlik kiyingan edi. Hammaylar medirlamay jimjit yetishadi. Okul jihozlariga esilgan qutidan ularning so'zilgan bilaklariga zaharlik dorilar mingib turadi. Men amdi 3 haftada bir qitim mushundoq davolandim. Okul atsili kuchini ko'rsatishga boshladi. Eg'ir arg'inliq va sumakdan o'tkidek qattiq bir og'riq meni iskanjiga oldi. Normalda shundoq huzurliq ish bo'lgan tomoq yeyishmi, xuddi dengiz suyi ichgandekla tuyuldi. Tuyuqsiz barliq xushalliqlarim tuzliqlashib ketdi. Nashtada Lucy atayin etib bergan pishloqliq bo'lkimi sho'rtuz yalavatgandek belinib ketdi. Yemmay qo'yib qo'ydim. Kitob o'qishma arg'uzivatdi. Men 2 parcha muhim nerv tashqi kasalliklar darslik kitobiga Veyning tajribaxonasida ishlagan tadqiqotlarimning davolashda ishiltish yoshirin kuchiga doir bir qancha bob yozib berishga ma'qul bo'lgan edim. Uni tashlab qo'ydim. Kunlar o'tmoqda. Televizor va majburiy yegizilgan tomoqlar menga vaqtni xotirlatib turadi. Bu kunlarda men mundoq bir qilib tushib bo'lgan edim. Ximiyalik davolashning ta'siri bara-bara azlab, badanim amdi bir rahat tepib turganda yana bir qitimliq davolanish vaqti keladi. Bu davriylik davomlashayotdi. Badanimda pat-patli ko'rilayotgan har xil alomatlar mening doktorxonadagi xizmatimga qaytishimga daxli qilib turadi. Nerv tashqi kasalliklar bo'limi mening o'qish bitirish uchun zarur bo'lgan xalqaroliq va mamlakatlik barliq o'lchamlarga to'liq yetganligimni uqtirdi. O'qish bitirish murosimi bir shanba kuniga o'rlashtirildi. Bu Lucy'ning bo'shinish vaqtidan 2 hafta burun edi. Osh kun oxiri yetib keldi. Men hujramda 7 yillik praktikan doktorlik hayotimning kulminatsiyasi bo'lgan murosim uchun kiyinib-atdim. Tuyuqsiz qattiq ko'nglim elishdi. Bu ximiyalik davolash ta'siridan bo'ladigan, to'lqindek yopirilib kelib, yana to'lqindek o'tib ketadigan normal ko'ngil ilishga o'xshamaydi. Men o'zimni kontrol qilolmadim va yop-yeshil o't suyuqligi yondirishga boshladim. Uning bordek ta'mi oshqozon kislotasidan farqli edi. Bu ishki a'zolarimning cho'nqur yerlaridan kelyotdi. O'qish bitirish murosimim yo'q bo'ldi. Suvsizlanib ketmaslik uchun menga darhol osmokul esilish zarur edi. Lucy mashinada meni jiddiy qutqizish bo'limiga oldi. Suv to'liqlash boshlandi. Qusish to'xtab, ichim surib ketdi. Praktikant doktor Brent bilan do'stona paranglashdik. Men uningga davolanish tariximni, yavatgan barliq dorilarimni deb berdim. Oxirida parang emas, molekulalik davolash bo'libmi men yavatgan tarsivaga berib to'xtadi. Davolash plani oddiy edi. Men og'zimda suv ichaligidek bo'g'icha, mushundoq vino tomirimdan suv to'liqlab turdi ekanman. Osh kechisi men balnis qilindim. Biroq sestra dori tizimligini ep kirganda, men tarsivaning tizimlikda yo'qligini bayqadim. Men uningga doktorni izlab dori tizimligini to'g'rilashni aytdim. Bunda xatoliklar yuz berib turadi. Nimali degan bilan yavatgan dorilarim pek chiq emasmi? To'p-to'g'ri ep menish darvaqa oson emas. Yerim kechidan oshqanda Brent qishimga kirdi. Pavel, anglasam, yavatgan dorilaringiz haqida so'raydiganingiz bor ekan, dedi u. Ha, shundoq. Tarsiva yozilmay qopti. Qo'shib olsangiz bo'pti ekan, dedim men.
bu doğrunu men qaldırıp etdim. Nemişqa? Jigar enzimingiz bekli yuqur ekan. Bu doğrunu yesingiz bo'lmaydi. Gangirab qoldim. Jigar enzimlarim mushundaq yuqori bo'lib atqili necha oy bo'lgan tursa. Bu agar masala bo'lsa, nemişqa baldir buning gapi chiqmadi. Nimali bo'lmasin? Bu bir ro'shan xatolik. Emma, menga mas'ul o'smishunos. Sizning boshliqingiz mening ahvolimni obdan biladi. U mushu dorilar bo'yicha davolanishimni aytgan. Praktikant doktorlari odatda mas'ul doktorning xabarisizmi, ba'zi klinikalik qarorlarni chiqara oladi. Biroq men uningga Emmaning qarorini aytdim. U chuqum xatoligini tan olish kerak. Biroq Pavel, uchingizda ko'rilayotgan alomatlarning sababchisi mushu dori bo'lishi mumkin. Texmi gangirab qoldim. Qoida bo'yicha mas'ul doktorning qarori bu talash tortishni oxirlashtirish kerak edi. Men tarsiva yavatqili 1 yil bo'ldi. Hech qanday masala chiqib baqmadi. Dedim men. Sizchi bo'lganda kasallik ahvolimdagi bu tuyuqsiz jiddiy o'zgarishning sababchisi ximiyalik davolash emas, balki tarsiva ekanda. Balkim shundaqdir. Mendagi gangirash g'azabga o'zgardi. Tibbiy maktabdan praktikaga chiqqali endi 2 yil bo'lgan. Qo'l ostimdagi eng so'yma praktikant bilan tang bu shum. Men bilan takallassa, ha? Davatqini to'g'ri bo'lsa-ku bir nuri. Biroq u butunlay asossizli so'zlayotdi. Bay biz paranglashganda bu dorini yemisam so'ng o'smisning jonlanib badnim chidiqsiz og'rib ketadiganligini degan edim-ku. Men qasdan ko'ptirmoqchi emas. Biroq sizga desam, bu og'riqqa gap to'g'ri kelmaydi, tushundingizmi? Bu degan 10 darajalik og'riq rad tartibida 10 darajalik og'riq. Odamni rostil chiritib o'tadigan ajoyib og'riq. Dorining yerim parchalanish davraligidan qaraganda, balkim 1-2 kungacha undaq bo'lmasligingiz mumkin. Oxiri tushundim. Berantning nazarida men bemor emas, balki bir masala. To'g'ri belgisi urib qutuldigan bir avorchilik edim. Qarang Pavel. U davom qildi. Sizning salohiyatingizni demisam, oramizda bu parangmi bo'lmaydi. Men faqat dorining to'xtatibla sizdagi bu yangi alomatlarni mushu dorining keltirib chiqarganligini isbotlab berishingizni talab qilatdim. Bizning tushdan keyingi yiliqi do'stona suhbatimiz nada qoldi? Tibbiy maktabdagi bir ish esimga tushdi. Shu chaqda bir bemor ayol menga har qatimliq doktorning ishxonasiga kirganda eng chiroyli, eng qimmatli paypog'ini kiyib chiqadiganligini deb bergan edi. Uning deyishicha, doktorxonada bemorlar sopmakash bilan yurgashga, doktor uning paypiga qarab, odatdagi odam emasligini biladi ekan va yaxshi muomala qiladi ekan. Aha. Asli chatoq bu yer ekanda. Men doktorxona taqtidigan necha yildan buyon men o'g'irlikchi ilib olgan paypoqlarni kiyib yuribdiman emasmi? Ish qilib Pavel, Tarsiva degan alayda dora. Uni qo'shishga mas'ul doktorning imzosi ketadi. Sizchi men bu ishni deb mush kechida mas'ul doktorni uyg'otaymi? Ha? Sahargacha ta'xir qilib turmamsiz. Men endi bildim. Bu ishni to'g'rilash, uning qilishga tegishli ishlar tizimligiga yana bir ortiq ishning qo'shilishidan derak beradi. Ya'ni boshqaga telefon qilib xatoligini bo'yniga ilishchi. Brand kechilik ismindi edi. Praktikant doktorlik ma'rifat tuzilmasida nurg'un xizmatlar cho'qim ismini bo'yicha mang'atdi. Bu qoida balnis doktorlar orasida bir xil mas'uliyatdan qechish moylig'ini keltirib chiqargan edi. U mening ishimni bir necha soat keyiniga so'rab tura olsalar, men boshqa birisining masalasiga aylandim. Men bu dorini odat sahar soat 5 deyman, dedim men. Sahargacha ta'xir qilish deganning ma'nosi har ikkilimizga ayon. Bu mening dori masalamni boshqa birisiga ishtirib qo'yishdan va mening tushdan keyin ondan bu dorini yeyishimdan derak berdi. To'g'rimi? Uf, ma'qulamsa. U shundoq deb chiqib ketdi. Saharda men uning o'sha dorini yana yozmaganligini bildim. Emma saharlik ahvol so'rashga kirdi va Tarsivani to'liqlab qo'ydiganligini aytdi. U tezroq saqib ketishimni tiladi va shahardan bir hafta ayrildiganligini aytib kechirim so'radi. Osh kuni ahvolim bag'ansir nacharlashib, ich surishim ig'irlab ketdi. Tomirlarimdan to'xtamay suv to'liqlayotgan bo'lsam-mu, buning surati ich surish suratimga yetishmay qelyotdi. Böreklarim kardan chiqishga boshlagan edi.
Og'zim shu qadar qurib ketdiki, men so'zlashdimmi, biror narsani yutishtimmi qoldim. Keyingi tekshirishda qon zardobidagi natriy miqdori eng xatarlik nuqtaga tushganligi bayqaldi. Meni ICUga yetkazdi. Ig'ir suvsizlanish tufayli o'lgan tangloy va yutqunchoq to'qilmalarim og'zimdan to'kilishga boshladi. Men ig'ir azob changalida hoshimni bilar bilmas holga tushdim. Bir talay mutaxassislar ICUga meni qutqizishga kelgan edi. Ularning orasida jiddiy qutqizish mutaxassisi, böbrek mutaxassisi, uchay mutaxassisi, ishki ajratma mutaxassisi, yuqumli kasalliklar mutaxassisi, nervi tashqi bo'limi doktorlari, o'sma mutaxassisi, 5 a'zo bo'limi doktorlari ish qilib hammalan to'liq edi. Homildorlikning 38 haftalik mezgiliga kelib qolgan Lucy kunduzlari yonimda turardi. Tarjimondan: odatda homildorlik oxirgi qitimliq hayz oxirlashgan kundan boshlab hisoblanadigan bo'lg'ashqa, normalda doktorlar 40 hafta to'shgan kunni tug'utning qarali deb qaraydi. U hech kimga to'ydirmay ICUdan necha qadamni nerdiki mening burunqi ishxonamga ko'chib kirib olgan bo'lib, kechalari meni yo'qlab, holimdan xabar olayotdi. Dadam ishkisi doktorlarning paranglariga alishib turardi. Sahar vaqtlarda men bu bir muncha ovozlarning bir-biriga bo'y bermayotganligini to'yib yotdim. Meditsinada bu masalani Vikos masalasi deb qo'yatdik. Ya'ni paraxodning kapitani kim? Böbrek mutaxassisi ICU doktorlarining gapi kirmaydi. U ishki ajratma mutaxassisiga qarshi chiqadi. Ishki ajratma mutaxassisi o'sma doktorlarining gapini olmaydi. Ondan u uchay mutaxassis bilan talashadi. Men o'zimga mas'ul bo'lishim kerakligini his qildim. Hoshim joyida chaqlarda badanimdagi barliq alomatlarni ularga kunuk taxtasida xat urib deb beretdim. Va Lucy'ning yordamida uydagi barliq doktorlardan paketlarni aniq, tushunishlik va udul so'zlashni talab qilatdim. Keyin yerim uyqulik holatda dadam va Lucy ikkalarining har bir guruhi mutaxassislar bilan ayrim-ayrim paranglashayotganligini aran ilg'i qila oldim. Biz hozirgi asosliq davolash plani ximiyalik davolashning ta'siri yetkicha meni faqat suyuq dorilar bilan davolab turish bo'lsa muvofiq deb qaraydik. Biroq mutaxassislar bo'lsa boshqa bir talay tekshirishlarni ko'tarib chiqishadi. Bularning ba'zilari hojatsiz, yana ba'zilari butunlay o'rinsiz edi. Avriskilar ilindi, tekshirishlar qilindi, dorilar buyuritildi. Men nimish bo'layotganligini bilmaydim. Vaqt sezgimni yo'qotgan edim. Men ulardan bu planlarni menga tushuntirishni talab qildim. Biroq ularning gaplarini tushunolmaydim. Ovozlarimi aniq anglanmaydi. Doktorlar toz so'zlayotganda meni birdili qorong'ulik o'rab oladi. Men o'shsizlik kirvekida tavirinib turardim. Men immoning yonimda bo'lishini, hammaga bosh bo'lishini ichimdan tilab ketdim. Tuyuqsiz u paydo bo'ldi. Tezlik qaytib kelibsiz-ku, dedim men. U bir haftalik ketgan emasmidi? Shundoq Pavel, siz ICUda yotqilib bir haftadan oshdi, dedi u. Biroq ansirmang, ahvolingiz yaxshilanyotdi. Hamma tekshirishlaringiz normallashdi. Bu yerdan tezlik chiqib ketasiz. Bildimki, u mening doktorlarim bilan elxatda aloqalashib, mening ahvolimni uqib turgan ekan. O'tganda menga doktorlikni man qo'yib, siz faqat bemor bo'ling deganingiz esingizdami? So'rdim men. Meningcha bu yaxshi fikr ekan. Men bu masalaga to'g'ri yuzlanish uchun hozirga qadar fanniy va adabiy asarlarni o'qib keldim. Biroq to'g'ri bir pozitsiyani ta hozirgacha topolmadim. Meningcha bu siz kitoblardan topalaydigan narsa emas, dedi u. Ammo hozir paraxodning kapitani edi. U doktorxonadagi qalamqonchiliklarni tinchlantirib bir izg'i soldi. Xiyolimda yana T.S. Eliotning misrollari jonlandi. Bayqa. Paraxod inkas qaytirdi. Xushal holda yelkan ko'tirib olg'a yurishi bilan dengiz jimjit, qalbing inkas qaytirdi. Xushallik bilan chaqirilganda itoatchan so'qishi bilan rol tutgan qo'llarga. Doktorxona karvatimga yetkeldim va ko'zlarimni yumdim. Qarang'u o'zsizlik yana keldi. Oxir aram topdim. Lucy'ning tug'ut qaral vaqti keldi va tinish o'tib ketdi. Men oxiri doktorxonadan chiqishga o'rlashtirildim.
Manga diagnoz qo'yilgandan tortib hozirgacha badan og'irligim 20 kilogramdek tushib ketdi. Buning ichida o'tgan bir haftada 7 kilogram o'riqlabdiman. Hozir og'irligim 8-yillikdagi vaqtimga to'g'ri keladi. Biroq sochlarim u chog'dagidan ko'p shalang. Ko'pinchisi o'tgan bir oyda tushib ketgan edi. Men qayta hoshimga kelib, dunyoga sagak nazarim bilan baqqudek bo'ldim. Biroq mag'durimdan ketgan edim. So'ngaklarim teramdan bilinib turadi. Men go'yo bir tirik rentgen tasvirining o'zi edim. Uyda beshimni tik tutib turishmi og'ir keladi. Bir stakan suvni ikki qo'llab olmasam ko'tarammaydim. Kitob o'qishdango so'z ochqili bo'lmaydi. Har ikki tarafdagi ota-onalarimiz men turgan shaharga yordamga kelgan edi. Doktorxonadan chiqib 2 kundan keyin Lusining tunji to'lg'og'i tutdi. Shu chaqda u uyda qolgan. Apam mashina haydab meni Imma bilan ko'rishga ib ketayotdi. "Titildavatamsiz, Pavel?" deb so'radi Imma. "Ha, yo'q. Titildisingizmi normal. Saqayishingizga texi uzun vaqt ketadi." "Shundaqmi? Mayli. Cho'ng jihatdan titildavatganim rost. Biroq kunlik ishlarga kelsak, men ximiyalik davolanish bilan asta-asta saqayishga tayyorlanib bo'ldim. O'tgan qitim ximiyalik davolanishdan xil unum bo'ldi. Bu qitimmi shundoq bo'ladi, to'g'rimi?" "Oldingi qitimlik tasvir natijangizni ko'rdingizmi?" so'radi u. Yo'q. Bir xil ko'gim kelmadi. "Natijangiz yaxshi chiqibdi. O'smi turaqlashgandek, hatto texi ozroq azaygandek turadi", dedi u. Biz amdiki davolanish haqida paranglashdik. Ximiyalik davolanish men yana bir oz kuch to'plag'icha to'xtab turadigan bo'ldi. Tajriba xarakterli klinikalik sinoqlarmi bu holimda meni qabul qilmaydi. Toki men ozroq kuchayguncha davolashdan eg'iz ochqili bo'lmaydi. Bo'ynimdagi telib og'riyotgan muskullarni aram oldirish uchun beshimni tomga tirib oldim. Kallam qalaymqalashib ketgan edi. Men yana oshu bishoratga, uning qushlariga yoki yulduzlarga, gin yoki kaplan mayir agressiziga qarab yurib, ruhimni ko'tirdigan ba'zi bishoratlarni berishiga muhtoj edim. "Imma", dedim men. "Keyingi qadam nima?" "Tushunishingiz kerak, Pavel. Boshqasi yo'q." Biroq rak qaytalansa, men demakchi, ehtimol to'xtab qoldim. Tunji sep davolash, ya'ni tarsiva mag'lub bo'ldi. Ikkilamchi sep, ya'ni ximiyalik davolash jinimni og'ir qil qoldi. Uchlamchi sep, agar shuningga ulisha olsam, uningdan cho'ng umid yo'q. Uningdan boshqa bir talay noma'lum davolanishlar meni kutib turadi. Gumon gupilda purab turgan so'zlarim bilan gapimni davom qildim. Men demakchi, operatsiya uyga qaytishim, mang'alishim, hatto Pavel, siz texi 5 yil xotirjam yashaysiz, dedi u. U shundoq dedi. Lekin bu so'z nopuzliq bishoratchining, o'z gapiga haqiqiy ishonguchining og'zidan chiqqan gap emas edi. Uning talaffuzi aksicha yalurishga bakarak o'xshaydi. Xuddi sallanil deyalaydigan bo'lib qolgan yiliqi bemordek. U men bilan paranglashayotgandek emas. Balki bir inson sifatida bizning taqdirimizni haqiqiy kontrol qilib turayotgan oshu kuchga, mayli u qandoqli kuch bo'lsin, yalurayotgandek qiladi. Mana ikkimiz, bir doktor va bir bemor, yuzma-yuz o'ltiribdik. Munosabatimiz ba'zida nopuz va ba'zida hozirgidek bir yo'qlikqa yuzlangan paytda faqat va faqat tang tirkishayotgan oddiy ikki insonning munosabati edi. Doktorlarmi nihoyat umidga muhtoj ekan. Imma bilan ko'rishishdan yenib uyga ketib-atdik. Lusining apsi telefon qilib, doktorxonaga mang'anligini aytdi. Lusining to'lg'iqi tutgan edi. "Epidural, ya'ni dumbi narkozni baldiroq qilsin", dedim men. Lusining tatgan azoblari yetarli edi. Doktorxonaga qaytdim. Dadam meni chaqliq o'rindiqda ishtirib mangdi. Tug'ut uyda bir kichik karvatga cho'kib yotdim. Gerilgila va qat-qat yotqanlar mening iskilikla o'xshab qolgan badanimni qattiq titrashdan saqlab turadi.
Mən 2 saat şu tariqada Lucy bilan sestralarning tug'ut kurishini tomosha qilib yotdim. Oxiri to'lg'oq payti keldi. Sestra kuchinish ritmini sanashga tushdi. G'ayrat qiling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lucy manga burilib kulimsirgach. Özümni tənhərəkət oynayotqandek his qilyapman, Pavel. dedi. Mən karvatimdən onunğa javoban kulimsirgach, ko'tarilgan qo'sqiga qaraydim. Lucy va mening qizimning hayoti nurg'un yo'qliqlarga mahkum edi. Agar men ularning hayotida mushinchilik bor bo'la olsam, qani shundoq bo'lib tursin. Yerim kechidan ochqanda sestra meni noqib o'yg'atdi. Tug'ulayl deb qoldi. Deb pichirladi u qulqimga. U ustimdagi yotqanlarni elib, meni yo'lab o'rindiqqa o'ltirg'izdi va immoning yeniga apadi. Yosh qurami men bilan tang tug'ut doktori kirib bo'lgan edi. Bola tug'ilib doktor menga qaradi. Sizga desam, qizingizning chechi naq sizga o'xshaydi ekan, dedi u. Nima degan qo'yiq chashlar bu, ha? Qaranglar. Men beshimni lang'ishtirib qo'ydim. To'lg'oqning eng oxirgi bosqichi keldi. Men Lucy'ning qo'lini ching tutib oldim. Ondan oxir bir kuchinish bilan 4-iyul yarim kecha soat 2 dan 11 minut o'tganda qizim oxir dunyoga keldi. Uningga Elizabeth Akadiya degan ism va Kaydi degan erklatma ismni qo'yib bo'lganimizga necha oylar bo'lgan edi. Balani atteringizga basamsiz. Yo'q. Men bak to'nglab ketdim. Lekin uni bir quchoqlay. Dedim men. Tishlarim qaraslab ketyapti. Ular qizimni yo'gakka o'rab menga berdi. Men uni bir qo'limda ko'tarib, ig'irligini dangsab baqdim. Yana bir qo'lim Lucy'ning qo'lida edi. Hayotning ehtimolliklari ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Badanimdagi rak hujayralar o'laverdi yoki qaytadan tug'ilaverdi. Oldimdagi yo'lga baqdim. Bu navbat ko'z oldimdagisi burunqidek qup-quruq cho'l jazira emas, balki oddiy bir quruq bat edi. Men endi shu batni to'ldiratdim. Nimali bo'lmasin, uyimizga jon kirdi. Kunlarga haftalar olishib, qizim Kaydi bo'raklab echilyotdi. Tunji bir narsani tutishi, tunji kulimsirishi, tunji kulishi orqa-orqadan kelyotdi. Mas'ul doktor uning o'sib yetilish jarayonini xotirlab turadi. U urgan har bir to'g'ri belgisi qizimning normal cho'ng bo'layotganligidan derak beradi. U o'zini yo'p-yo'riq bir yangilik dunyosida sezadi. U tizimda o'ltirib kulimsirganda, mening ohanga tushmagan bo'g'oq naqshamdan zo'xunlib go'ngirganda, dasta-dasta illiq nurlar uyni nurlantirib o'tadi. Hozir vaqt men uchun qo'sh bisliq pichoqqa o'xshaydi. Bir kun o'tsa, men oldingi qitimga ig'ir kasal chig'imdan bir qadam yiroqlashatdim. Biroq kelar qitimni qayta qo'zg'alishga, shundoqla o'limga bir qadam yaqinlaydim. O'limim balki men o'ylagandan keyinroq kelar. Lekin men orzu qilgandan tez kelishi muqarrar. Meningcha buni tunib yetganda odamda ikki xil inkas bo'ladi. Eng ro'shan va eng bevosita inkas shuki, darhol harakatga kelib, hayotdan eng to'liq bahramand bo'lib olish. Ya'ni sayohat qilish, obdan yeb ichish, burun sal qargan ashu orzularni amalga oshirib olish. Vaholanki, ruhning yana bir rahimsizligi shuki, u sizning qolgan umringizga chek bekitib qolmay, ya'ni madoringizni cheklab, bir kun ichida qila oladigan ishlaringizni eng zo'r darajada qisib qo'yadi. Xuddi yugurish musobaqasidagi yerib oldin ketgan toshqandek. Biroq men yetarlik madorim bo'lgan taqdirdimi, yana bir toshbaqa bo'lishni orzu qilardim. Men to'xtamay tirkishib, tirmishatdim. Har bir qaror chiqarish uchun 7 o'lchab bir kesatdim. Ba'zi kunlar men faqatla joylarcha bardoshlik beratdim. Agar birov favqulodda tez suratda yurganda vaqt so'zilsa, undaqda u midir-sidir qilmay tursa, vaqt qisqaramdi. Meningcha cho'qim shundoq. Hozir kunlarim bakli qisqarib ketdi.
Kunlar bir-biridan farqsiz o'tmoqda edi. Vaqt xuddi to'xtab qolgandekla. İngliz tilida vaqt degan so'zning ma'nosi har xil. Vaqt hozir 2 dan 45 minut o'tdi degan bilan men hozir ig'ir vaqtlarni boshdan kechiryapman degan ikki jumladagi vaqtning ma'nosi butunlay o'xshamaydi. Bu kunlarda vaqt men uchun soatning chekilishidan ko'proq bir xil mavjudlik holatiga aylanib qelyapti. Ojizlab ketyapman yo, biroq ichimda bir xil rohatlanib qelyapman. Doktor chaqlarimda operatsiya uyida butun diqqatimni bemorga berib atganda, balkim vaqt degan uqumni kallamdan chiqarib atgan chaqlarim bo'lgandi. Biroq men vaqtni azaldan ma'nisiz his qilib boqmaganman. Biroq hozir bir kundagi har soat, minutlar menga butunlay ma'nisiz bilinmoqda. Hafta ichidagi kunlarni demayli qo'yay. Tibbiy maktabdagi tarbiyalash kelgusini ko'z tutadi. Siz hech qanday qanoat tuyg'usi topolmaysiz. Siz har vaqt yana 5 yil tirishsangiz, ondan nima bo'la oladiganligingizni o'ylab o'tasiz. Biroq men hozir 5 yildan keyin nada bo'lishimni bilmayman. Balkim o'lib ketaman. Balkim undoq bo'lmas. Balkim saqayib ketaman. Hatto yeziqchilik qilayotgan bo'laman. Bilmayman. Shunga menga nisbatan kelgusi haqida bosh qotirishning qilch foydasi yo'q. Faqat tushlik tomoqda nima yeyishning g'imini qilishla buning sirtida. Peyillarning turlanishimi kallamda qalaymaqan bo'lib ketdi. Bu jumlaning zodi qaysi to'g'ridir? Men tashqi kasal doktorman demdim yoki men tashqi kasal doktori edim deymi? Yoki bo'lmasa, men burun tashqi kasal doktori edim. Kelgusida yana bo'lmoqchi deyishim kerakmi? Graham Greene odam 20 yil yashaydi. Qolgan umri faqat o'sha 20 yilning ko'langisi xolos debdikan. Undaqda men hozir zodi qaysi zamonda yashayotgandiman? Men allaqachon hozirgi zamondan o'tgan, butun zamonga tava bo'lib ketdimmi? Kelgusi zamon menga qup-quruq ko'rinadi. Boshqalarning og'zidan anglasam, qulog'imni bearam qiladi. Bir necha oy ilgari Stanford universitetida o'qish bitirgandim bu yanqi 15-qitimli qayta yig'ilishimizni tabriklagan edik. Maktab hovlisida viski ichayotganimizda holiran quyosh ufq siziqiga cho'kib ketyotdi. Konu do'stlar bilan 25 yillik xotira kunimizda uchrashayli deb xo'shlashdik. Meningcha ko'rishamizmikin desam cho'qinbak adabsizlik bo'ladi. Hammamiz hayotning chekini qabul qilishga mahkumdirmiz. Men o'zimning o'tgan putgan zamonga tava bo'lib ketgan birdan-bir odam emasligini bilaman. Nurg'un arzu-armonlar yo amalga oshdi yoki voz kechildi. Mayli qandoqli bo'lsin, hammasi o'tmishga aylandi. Kelgusi hayot nishonimga sho'ta bo'lishning o'rniga meni tap-takshi mangulik hozirga ep ketyotdi. Pul, martaba, barliq quruq havaslar darvaqa shamolning keynidan qo'g'lashgandekla qilchi ma'nisiz. Biroq bir narsa kelgusini kelgus qilib turadi. Qizimiz kaydi. Men uning ozroq bo'lsa-mu esida qolalgudek vaqt yashay olsam deyman. Yeziqning umri mendan uzun bo'ladi. Shunga men uningga bir qator xatlarni yozib qoldirishni o'ylashdim. Biroq nimani yozaman? Men bu qizning 15 yoshda qandoq bo'lishini bilmayman. Men hatto uning biz o'ylagan laqamni yoqtirmasligiga bir narsa deyolmayman. Hayoti mumkinsizliklar bilan to'lgan va faqat o'tmishdan derak beradigan men bilan istiqboli parlab turgan va hayoti men bilan qisqa bir zaman kechishgan bu narsiga ehtimol faqat birli ig'iz so'zni esam muvofiqdir. Uningga demoqchi bo'lganlarim nayt oddiy. Can qizim, hayotingizda shundoq minutlar keludiki, kim bo'lganingiz, qandoq yashaganligingiz, hayotda nimalarni qilganligingiz, hamda hayotingizning dunyoga nisbatan nimadan derak beradiganligi haqida o'zingizdan nurg'un qitimlab hisob olasiz. Ash chog'larda, can qizim, shuni hargizmi unutib qolmasligingizni tilaymanki, siz bir puti görgü sangılgan mendek kişinin
oxirgi kunlarni umrimda his qilib boqmagan darajadagi mislsiz xushalliqqa cho'mdirdingiz. U shunday xushalliq ediki, men uningdan ortig'ini uxlab tushimdimi tamak qilib boqmagan va menga mutlaq rozimanlik tuyg'usi bergan. Mushu daqiqada bu mening umrimdagi eng zo'r bir ish.